Obunachilar assalomu alaykum. Yana bir dastlabki ikkitali qo'y qo'ramiz. Razborka zborka chochilib yoyiladigan variantidan Namangan, Kosonsoy, shu Chindovul chiroyli qilib yetkazib olib kelib berdik. Uzog'i bir haftaning ichida. Bu akamizga o'sha Sherz internet Rossiyadan turib zakaz bergandilar. Biz o'zi yo'q, ko'zi yo'q qilmasdan akkuratni chotki qilib yetkazib olib kelib berdik. Razmerlariga keladigan bo'lsak, og'ilidan qo'y ketigacha 180, yerdan balandligi 2 dan ziyod shu 0.50 ta profmasterlarni qadab tagiga palgalarni solib, quyoshni o'sha qo'y boshidan issiq o'tkazmaslik uchun palgalarni chiroyli qilib solib berdik. Har bir oraliq masofa 75 dan, materiali konteyner material, adxod materialdan emas samigalar. Uloq yomon yo'q. Suv paqirlarigacha joyini qo'yib ketilgan, stoplarigacha bor, og'illari chuqur, qo'y bo'ynini qirqib qo'ymaslik uchun akkuratni chotki qilib vibralarni qadab, tagidagi taxtalari ham toza rossiyskiy yog'och listovay bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqachi qo'rasizlar, chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz. Eshigi, misol og'ili ham eshik, ham o'g'il vazifasini bajaraveradi. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa zakaz beraverasizlar. Buni chochilib yoyiladigan variant.